Bavariya Parijda mehmonda 4 ta gol urdi. 6-may kuni Allianz Arenada bu 4 ta golning qadr-qiymati juda bilinadi. Hamma 9 ta gol haqida gapiryapti, lekin PSG Bavariyaning qayeri bo'sh ekanligini juda yaxshi bilardi va har safarida o'sha yerga zarba berdi. Oqibatda Bavariyaning himoya chizig'i butun o'yin davomida tahlikali ravishda oldinga o'tib keta boshladi. Neuer bosim ostida tezlik bilan to'pni o'yinga kiritishga uringan har safarda to'p yo tashqariga chiqib ketar yoki to'g'ri PSJning oyog'iga borib tushardi. Mezbonlar urgan 5 ta goldan 4 tasi Bavariyaning himoyadagi bir xil xatolari sabab urildi. Lekin PSJning vaziyati yengil emas. Bavariya Parc des Princes-da mehmonda 4 ta gol urdi. Safardagi gollar hozir hisobga olinmaydi, lekin 4 ta gol urish ishonchi hali ham hisobga o'tadi. 6-may kuni Allianz Arenada ular PSJni 2 ta gol farqi bilan yutishsa kifoya va ular bu kecha PSJning himoyasini sindira olishliklarini isbotladi. Bugun esa Arsenalning o'yini, ikkinchi yarim final tahlili ertaga chiqadi. O'tkazib yubormaslik uchun albatta ta'qibda qoling. 5 ta gol katta ustunlik beradigandek tuyuladi, lekin unday emas. Aksincha, PSG endi aniq Bavariyaning nishonida. Ular Parijga 4 ta gol urdi. Uyga qaytmoqda. Jim ketishmayapti.